Bir odamning 4 ta o'g'li bo'lib, ota farzandlariga shoshilib qaror chiqarmaslik borasida hayotiy dars o'rgatish uchun ularni birin-ketin uzoq dalada joylashgan katta daraxtni ko'rib kelishga yuboradi. To'ng'ich o'g'il qish faslida boradi. Ikkinchisi bahorda, uchinchi o'g'il yozda, kenjasi esa kuzda borib ana o'sha daraxtga nazar solib kelishadi. Barchalari daraxtni ko'rib kelishgach, otalari ulardan qani har biringiz ko'rganingizni aytib beringchi deydi. To'ng'ich o'g'il daraxt juda ham xunuk va qurigan ekan ota deydi. Keyingisi esa daraxt yam-yashil, bargli ekan deb javob beradi. Uchinchisi daraxt xushbo'y gullar bilan qoplangan ekan dadajon deydi. Kenja o'g'il esa daraxtning mevalari ko'p ekan deb javob beradi. Bularni eshitgan ota har biringiz to'g'ri gapirdingiz. Chunki sizlar turli fasllarda borgansiz. Ammo shuni bilingki, bitta daraxtga bir faslning o'zi hukm chiqarmaslik kerak. Mana shu bir faslning o'zi bilan agar qishdagi ko'rinishga ishonib daraxt faqat quruq desangiz, uni bahordagi yashilligini, yozdagi go'zalligini, kuzdagi shirin mevalarni inkor qilib qo'ygan bo'lasiz. Xuddi shuningdek, insonni ham bir vaziyatda ko'rib hukm chiqarishga shoshilmanglar. Uni har tomonlama, har vaziyatda o'rganib chiqib, keyin xulosa chiqaring deb nasihat qilgan ekan ota.